Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, ustozlar. Mana arzon torimiz 5 daqiqada sotildi. Shunaqa torlar kimga olmoqchi bo'lsanglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bunaqa torlar sirasi sotilib ketadi. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni tavsiya qilaman. Narxi $300 deb qo'ygandik. Mana ovozlariga o'zingiz baho berasizlar. Mana ko'rinishlari, ovozlari ham jarangli, yaxshi tor. Polni biza masalan tor kelsa, sotiladigan tor kelsa, bu ham eski tor. Pulni ta'mirlab keyin sotuvga qo'yamiz. Hozir buni hech qanaqa ishi yo'q. Olib mazza qilib kamida bir 3-4 yil mazza qilib chaladi. Hech qanaqa rasxod qilmasdan. Torimiz jarang. Mana bu torimiz Qashqadaryolik akamizga sotildi. Sanjay cho'qillari bilan birga olishdi. Mana bizda shunaqa cho'qillar ham bor. Sifati zo'r, mana ipon-ko'pkadan ochilmagan, yangi umr uzoq. Masalan, tutlardan ham qolishmaydi. Men o'zim masalan 10 yildan beri shu cho'qildan ishlataman. Sifati zo'r. Xudo xolasa kimga shunaqa torlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.